Biz Amerika vizalari haqida barcha ma'lumotlarni o'rganamiz. Amerikaning turli xil vizalari bor. Bular B1, B2, F1, H1B va ESTA vizalari. Va B1 va B2 vizasi bu turizm yoki umuman biznesga asoslangan vizalar. Ya'ni B1 da siz biznes qanaqadir konferensiya, muzokara, treyning va shunga o'xshagan narsalarga borishingiz mumkin. B2 da esa siz turizm, dam olasiz, mehmon bo'lasiz, yaqinlaringizni ko'rasiz, shunaqa narsalarga borishingiz bo'ladi. B1, B2 shu kombinatsiyalangan varianti ham bo'ladi. Unda ham treningga, ham kimnidir ko'rishga, shunaqa narsalarga kombinatsiya qilib borishingiz bo'ladi. Ya'ni sizga ushbu turistik Amerika vizalarini olishda yoki bo'lmasa biznes vizalarini olishda kerak bo'ladigan sizga o'sha dokumentlar, talablar DC 160 formasini to'ldirishingiz kerak. Siz birinchi marta Amerikaga viza qilayotgan bo'lsangiz, albatta buni to'ldirasiz. Bir martadan keyin ikkinchi, uchinchi marta to'ldirishingiz shart emas. Undan keyin viza bizda to'lov bor, $185 o'sha DC 160 ga to'laysiz, $185 DC 160 ga to'laysiz. Undan keyin intervyu bo'ladi, обязательно AQSh elchixonasida. Pasport kamida 6 oy qolgan bo'lishi kerak, ya'ni amal qilish muddati. Fotosurat 5 ga 5 rasm oq fonda montaj qilinmagan bo'lishi kerak. Undan keyin siz o'sha moliyaviy holatingizni ko'rsatasiz, bank hisobini, qancha yurmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa biznes bo'lsa, shunga yarasha siz summa ko'rsatishingiz kerak. Va albatta sayohat rejasi, mehmonxona, aviabilet, qayerga borasiz, hammasini bron bilan aniq ko'rsatishingiz kerak. Va endi buni qanaqa bajarishimiz mumkin deb so'rasangiz, bajarish tartibini bizda birinchi 160 formasini to'ldirasiz, viza to'lovini qilasiz, intervyu vaqtini appointment belgilaysiz. Keyin o'sha intervyuda borganingizdan keyin siz nimaga AQShga borishingizni rostdan niyatingizni isbotlashingiz kerak, moliyaviy holatingizni rostdan ham isbotlashingiz kerak, keyin maqsadda haqqoniyligini isbotlashingiz kerak. Keyin siz o'sha B1, B2 vizalarni olsangiz bo'ladi. Bu vizalar ba'zida 10 yilgacha beriladi. Lekin o'sha 6 oydan ko'p yura olmaysiz 1 yilda. 10 yilga berilishi mumkin, lekin 1 yilda 6 oydan ko'p yura olmaysiz. Ana endi biz ikkinchisi o'sha F1, ya'ni talaba vizasiga kelamiz Amerikada. O'sha Amerikada o'qimoqchi bo'lgan kollej, universitet til kurslari nima bo'lsa ham o'shalarga student tariqasida beriladi. Endi buni olmoqchi bo'lsangiz siz I-20 shunaqa forma to'ldirasiz. Ya'ni bu I-20 degani siz to'ldirmaysiz, ya'ni Amerikadagi sizni o'qishga qabul qilgan universitet berishi kerak. Markaz berishi kerak. Servis o'sha to'lov bor, bu ham bitta $350 atrofida. Unga plus 160, DC 160 to'lov bor, hammasini bitta qilib qo'shasiz. Keyin moliyaviy holatingizni ko'rsatishingiz kerak. Обычный holatda 30 mingdan o'sha 50 minggacha, undan ko'proq holatda bank shot qilishingiz kerak. Keyin o'sha IELTS, TOEFL kursdasiz, o'sha deylik 6,5 dan yoki bo'lmasa 6 dan boshlab baland ball ko'rsatishingiz kerak. Keyin обязательно o'sha embassy-da, ya'ni elchixonada intervyudan o'tasiz. O'sha buni tartibi bor, ya'ni o'sha hujjat topshirasiz qanaqadir universitetga, undan qabul xatini olasiz, o'sha I-20 formasini. Undan keyin servis to'lovini to'laysiz, DC 160 to'ldirib intervyuni belgilaysiz. Va siz intervyuga kirganingizdan keyin siz isbotlashingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Rostdan ham o'qishga ketyapsiz va qaytib kelishingizni isbotlashingiz kerak va moliyaviy holatingizni isbotlashingiz kerak. Mana shunaqa holatlar, ya'ni turizm bo'lsin, o'qish bo'lsin yoki bo'lmasa любой bitta viza bo'lsin, siz agar O'zbekistonda siz deylik uylangan bo'lsangiz, o'sha rafiqangiz, ya'ni xotiningiz borligini ham, bola chaqangiz borligini ham, bo'lmasa nimadir O'zbekistonda uy-joy yoki mashina siz nomingizda bo'lsa, sizga viza berish protsenti ko'payadi, chunki siz bu yerda qaytib kelish sizga qaytib kelishingiz uchun qanaqadir rag'bat bo'ladi. Undan keyin siz o'sha F1, ya'ni student vizasini olganingizdan keyin 20 soatgacha ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, keyingisi H1B, ya'ni mutaxassis vizasi. Bunda siz qanaqadir maxsus narsa bo'yicha, ya'ni soha bo'yicha siz tajribangiz bo'lsa, mashhur bo'lsangiz, qo'lingizdan nimadir kelsa, imенно mana shuga topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni sizni talant sifatida qabul qiladi bular. Malakali dasturchimisiz, muhandismisiz, shifokormisiz, injenermisiz, mana shunaqa narsalar sohalar. Siz imенно qanaqadir o'sha kompaniya bo'lmasa ish beruvchi ishga qabul qilgani haqida
ariza bo'lishi kerak. Bu USCIS yo bo'lmasam LACA deb ataladi. LAC plus A 129 deb ataladi. Va sizda o'sha bakalavr yo bo'lmasam universitet yoki bo'lmasam magistratura bilmadi yoki bo'lmasam o'sha qanaqadir yuqori darajali diplom bo'lishi kerak. Ish tajribasi обязательно, sertifikatlar, ish joyidan ma'lumotnomalar, yana qanaqa recommendation letterlar, boshqa narsalar kerak bo'ladi sizga. Keyin bu vizani topshirishda sizga minimum 100, ya'ni $200 $4000 rasxod qilasiz. Shu vizani olish uchun ish turiga qarab. Albatta intervyu, ya'ni embassida, elchixonada intervyudan o'tasiz. Buning uchun siz o'sha bajarish tartibi, siz USCIS ga ariza topshirasiz, ya'ni o'sha H1B lotereyasi bo'ladi har aprel oyida. Shuni yutganingizdan keyin normalniy o'tsangiz, keyin sizga ruxsat berishi mumkin. Ma'qullanganingizdan keyin siz endi DC 160 to'lovini qilasiz, uni qilasiz. Keyin shu konsullikka kirganingizda siz borayotgan ishni oladigan oyligingiz rostdan ham me'yordan, ya'ni juda arzonga ketmayapsizmi, deyarli qo'pol qilib aytganda qul sifatida. Va undan tashqari rostdan ham mana shu ketayotgan ishingizda sizni malakangiz, tajribangiz bormi, shuni tekshirishadi, shuni isbotlay olishingiz kerak. Endi buning muddati H1B ning muddati, ya'ni o'sha ish vizasining muddati qanaqadir mutaxassis bo'lsangiz 3 yilga beriladi. Yana 3 yilga ko'paytirib olsangiz bo'ladi, uzaytirib olsangiz bo'ladi. Jami 6 yil ketadi bunga. Endi siz agar u yerga borib green cardga o'zgartirib olsangiz, shuni o'sha ketaveradi xohlaganingizcha. Endi bizda keyingisi IASTA, ya'ni vizasiz dastur bor. Bu O'zbekistonga amal qilmaydi. Bu ma'lum bir Yevropa davlatlari, rivojlangan davlatlar uchun, ya'ni AQShga 90 kun vizasi kirsa bo'ladi. Bu Visa Waiver Program deb ataladi. Ya'ni mana shu dastur orqali onlayn topshirib olishi mumkin. Xuddi biz misol uchun ba'zi bir davlatlarga onlayn olamiz-ku, xuddi shunaqa. Amerikaga ba'zi bir davlatlar shunday viza ola oladi. Bu asosan o'sha Schengen zonasi, Yaponiya, Koreya, Avstraliya, Britaniya, yana bir ikkita davlatlar uchun bu turizm biznes bo'lishi mumkin. Mana shuna yo'nalishlarda borib kelsa bo'ladi va bunda atkaz bo'lmaydi. Hamma oladi, o'sha davlatlar aholisi. Buning uchun siz o'sha saytga kirib, IASTA o'sha arizasini, ya'ni blankasini to'ldirishingiz kerak. $21, ko'p emas, $21 to'lov qilasiz. O'sha pasportingizni digital, ya'ni e-pasportni ko'rsatasiz va endi keyin sizga o'sha maslahatlar beriladigan bo'lsa, umumiy maslahatlar, nimaga vizangiz rad etiladi. Qaytarib o'tganimdek, siz xo'sh ketayotganingizda student yoki turizm yo biznes bilan ketayotgan bo'lsangiz, sizni qaytib kelishingizga ular ishonmasa, O'zbekistonda qanday sizni bog'lab turadigan narsa bo'lmasa, viza bermaydi. Moliyaviy holat sizga ishonmasa ham viza bermaydi. Va agar siz ketayotganda ish o'sha vizasiz bilan ketayotgan bo'lsangiz, oladigan oyligingiz rostdan ham o'sha normal oylikmi yoki undan rosa pastga ketyapsizmi, ya'ni o'shanga ham ishonmasa sizga viza bermaydi. Xo'sh, ya'ni bu 214B deb ataladi, ya'ni immigrant niyati borligini sizda bilib qolsa, borib hamma narsani tashlab ketib ishga o'tib ketadi deydigan bo'lsa, viza bermaydi. Keyin hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa unda va agar siz O'zbekistonda katta kreditingiz bo'lsa, kredit qarzlaringiz ko'p bo'lsa, unga ham viza bermaydi. Agar sizda qo'shimcha qanaqadir savollar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Yo bo'lmasam, imminni AQSh o'zining elchixonasiga murojaat qilib turib, o'sha yerdan kerakli savollaringizni bilib olsangiz bo'ladi. Keyingi postlarda boshqa viza turlarini ko'ramiz.